Dasturchi bo'lib ishlab ketish osonmi? Bugungi qahramonimiz Shohrux aka Uzinfocom kompaniyasida front-end dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Hali ancha yosh bo'lishlariga qaramay, katta IT loyihalarda qatnashishga ulguribdilar. Shohrux aka yoshlikdan dasturlash sohasiga qiziqib kelgan ekanlar. Lekin shifokorlar oilasida tug'ilganligi sababli uydagilari bu sohani tanlashlariga qarshilik bildirishgan ekan. O'qituvchilarim adamga bu fanga qiziqmasligimni, boshqa yo'nalish tanlashim kerakligini aytishgan. Lekin qaytangi bu fanlarga yanada ko'proq vaqt ajratishimni talab qilishgan dedilar. Oxiri adalari ularni bu sohada o'smayotganligini ko'rib, o'zlari qiziqqan sohada o'qishlariga rozi bo'libdilar. Shundan keyin dasturlash kurslariga yozilib, bu sohani o'rganishni boshlagan ekanlar. Lekin bu sohada ishlab ketishlari ham oson bo'lmagan ekan. Dasturchi bo'lib ish topolmaganimdan keyin kuryerlik, quruvchilik va ofitsiantlik qilishga to'g'ri kelgan. Bu ketishda maqsadlarimga erishib bo'lmaydi deb o'zimni qo'lga olib, yana IT kompaniyalarga rezyume topshirishni boshlaganman. Oxiri Uzinfocomdan ijobiy javob kelgan dedilar. Dasturlashni o'rganib ish topishga shuncha qiynalgan ekansiz, dasturlashni o'rganib ish topishni osonroq yo'li yo'qmi deb so'raganimizda, Ustadi dasturlash kurslarini tavsiya qildilar. O'shatdek dasturlash kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, dasturlash tez va oson o'rganib olsanglar bo'ladi. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomga ishga olib qolishadi dedilar. Agar Ustadi dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.